Toshkent shahar Sergeli tumanida 2 sotuvli 4 ta xonadan iborat bo'lgan hovlini shunaqangi zo'r narxda berishyaptiki, eshitib hayron qolasiz. Hattoki shahar kanalizatsiyasi ham bor bo'lgan zo'r mahallada ekan. Pishgan qurilgan remontlarni ham chiroyli did bilan ta'mirdan chiqarib qo'yishdi. Mana shunaqa chiroyli fasadiga ega, hovlisi burchakkadan chiqarilgan zeleniy zonalar bor. Hovlida ham sanuzellar qilingan, podval qismlariga ham ega. Umuman bekam ko'z qilingan proyekt. Endi azizlar, proyektni bitta ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Ishlatilgan materiallar, qilingan planirovka sizlarga yoqadimi yo'qmi? Kirganimizda o'ng tomonimizda oshxonamizni eshigini ham keng qilinibdi. Oshxona mebelni qo'ysanglar bo'ldi, pol qismi to'liq kafel qilingan. Chap tomonimizda bo'lsa mehmonxonamiz qilingan, ikkita oynasi hovlisiga qaragan. Hurmatli mijozlar, oshxonani pol qismini parket qilgan yaxshimi yoki kafel qilgan yaxshimi? Qaysi biri sizlarga ma'qul? Kommentariyada fikrlanib qolinglar. Bu biz uchun juda ham muhim. Bu tomonda ota-onalar yotoqxonasi bor. O'rtada o'zinchalik sanuzellari qilingan, orqa hovliga qaragan oynalari bor. Tanlangan aboylarga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yinglar. 100 ming dollarga mana shu xonadon arziydimi yo'qmi o'rtoqlar? Farzandlaringiz uchun chiroyli yotoqxonamiz bu yerda qilingan. Bu yerda bo'lsa oxirgi xonamizni duogo'y otaxon onaxonlarimizga chiroylikgina yotoqxona qilib bersak bo'lar ekan. Kattaligini qaranglar, hamma mebel texnikalar sig'ib ketaveradi. Odamni yosh katta bo'lgandan keyin kichkinagina zeleniy zonasi bo'lsa ham hovlim bo'lsaydi deb yaxshi niyatda yurar ekanda. O'shanaqa niyatda yurgan, mana shu Ramazonda duo qilib yurgan otaxon onaxonlarimizga shinamgina xonadonlar, mana shunaqangi hovlilar nasib ro'za aylasin. Havas qilganlar bo'lsa videoga like bosib, yaqinlarimizga yuborib qo'yinglar. Uyimiz narxiga arziydimi yo'qmi? Fikringizni qoldiring. Siz qanday uy qidirmoqdasiz? Kommentariyada yozing.